Homiladorlikning oxirgi muddatlarida ayollardagi ajralmalarni doimiy nazorat qilish kerak. Agarda tvorogsimon, kremsimon sizda ajralmalar kelayotgan bo'lsa, bu ko'pincha gribok, ya'ni zamburug'lik kasalliklarni bitta belgisi hisoblanadi. Bunday vaqtda qin ajralmalarini surtma topshirish kerak. Agarda gribok, ya'ni молочницаlar aniqlanadigan bo'lsa, albatta qinni yuvish va unga qarshi kerakli bo'lgan svechalardan foydalanish. Agarda siz ko'p shirinlik qabul qilayotgan bo'lsa, shirinlikdan albatta voz kechish kerak bo'ladi va shuni natijasida davolash muolajalarini olib borish kerak. Nima uchun qilamiz? Agarda sizda jinsiy a'zolar sohasida ayniqsa молочницаlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda homiladorlik oxirgi muddatlarda tug'ruqdan oldin suv ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Ikkinchidan, agarda sizda gribok kuzatiladigan bo'lsa, bola shu yo'llardan, to'g'ri yo'llardan o'tayotgan vaqtida bolaga yuqishi mumkin. Uchinchidan, infeksiyalar, ayniqsa zamburug'li infeksiyalar natijasida qin devorlarining elastikligi buziladi birinchidan. Ikkinchidan, tez yirtilishga moyil bo'ladi va shuning natijasida sizda tug'ruqdan keyin har xil yirtilishlar, travmalar bo'lishi kuzatilishi mumkin. Agarda sizda ushbu muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta shifokorga chiqing. Hech ham erinmang.